Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammalar bir haftani yaxshi o'tkazinglarmi? Bu hafta bek uzrab ketdi, ya'ni normalda bir haftada bir ishga qatim chiqargan. Hozir bir haftada aram bir qatim chiqara. Bu ishga haftadan beri aram bir qatim chiqyapti. Mening azroq dokladlarim, ilmiy maqolani qilganlar ishlar jiqlab ketib, yig'ilib qilib, shu ishlar bilan nima bo'lib qoldik. Andan keyin bu hafta izchil bu tarafda ya'ni ilmiy munozirlarimiz bor, ya'ni ilohiyat bo'yicha har xil temalar ustida parda munozirlar bo'lg'ash, shu munozirlar tayyorlik qilamiz deb ozroq aldirashib qoldim, kechirsalar. Shularni qilib bizning YouTube'dami endi doim o'ylab turganim bor, endi YouTube'dami munozira, men qarasanglar YouTube'ga har xil temalar, ya'ni munozira qismi bo'lsin, uningda ya'ni madhiya naqshi bo'lsin, ya'ni biroz universal holatda darslik qismim bor, ta'lim qismim bor, ibodat qilish uchun madhiya, bulash uchun shunday madhiya naqshlari bo'lsin va har qaysi hayotimizga duch kelgan ishlarga nisbatan bo'lsin, bir yordam bo'lgan munozir bo'lsin, shuna har turli ya'ni bir universal holatda, ya'ni atrofli holatda, har xil holatda yordam bo'lish uchun shuna hasli chiqarish xayolim bordi. Men o'zim yolg'iz qilib elib berayotgan bo'lg'achqa sal aldirash bo'lib ya'ni yetishga tamadim. Asli munozir qismini davomli qarabdi, bo'z mumkin bo'lsa, ishimni ishkatdi bir o'zim elib olsa yaxshi bo'ldi. Ya'ni nurg'un temalar bor, ya'ni duoga oid bo'lsin, duoni haqiqiy bir cho'nqurlik atrofligi bilan muqaddas kitobdiki. Bizning duoyimiz, ibodatimiz haqiqiy ibodatga oid yordam qilgan shularga oid bir qatim cho'nqur ko'rib chiqsak yaxshi bo'ldi. Andan keyin nurg'un masalalar bor bizning aramiz, ya'ni o'zinglar bilsizlar mencha. Hammamizga ayon bo'lgan o'zaro biz Uyg'ur etkachilar orasidagi ham bir qanchalik bir muncha masalalar bor, o'zaro birlik keltirmayotgan, umumlashtirmayotgan nurg'un masalalar bor. Shularni bir munozir qilsak yaxshi bo'ldi, ham lekin bunga vaqtmi chiqmayapti degandek. Oxirgi kunlarda keyin mushlar bir tartibga tushsa, hammamiz mushlarni birdan qilsak deb o'ylayman. Bir universal holatda hammamizning armiy etkachilarga atrofli yordam bo'lgan bir universal bir kanal bo'lishi uchun asli boshlagan. Shuning uchun qarindoshlar orasidami madhiya naqshisi bo'lsin yoki bularning ichida o'zinglar bir umum holatda hammamiz o'rtoqlashsak yaxshi bo'ladi deb o'zinglar tayyorlagan shunday bir nimalar bo'lsa-mu, menga bir yo'llab bersanglar, men chiqarib qo'ysam bo'ldi degan o'xshash. Men bir qatim ko'rib chiqqandan keyin chiqarib qo'ysam bo'ldi. Shuning o'xshash hammanglarning aktiv holatda qatnashib bersanglar, men texnik xursand bo'laman. Xo'sh, uzrab ketdi. Bugun olamning yaratilishi 27-bobni tayyorladim. Avval biz olamning yaratilishi 27-bobni bir qatim o'qib, adandan keyin tafsilli mazmunga kirib chiqaylik. Olamning yaratilishi 27-bob. Ishoq qerib ketdi, ko'zimi ko'rmas bo'lib qoldi. U tunji o'g'li Asavni chaqirib uningga: "O'g'lim" dedi. "Mana men" deb javob berdi Asav. Ishoq mundaq dedi: "Qara, men qerib ketdim. Ölümüm yirak emas. Sen o'qyayingni elib, dalaga chiqib, ovlab kelib, men yaxshi ko'rgan lazzatli tamoq pishirib, menga yeguz. Shuning bilan men o'lishdan ilgari san oxirgi xayrli duoyimni qilay." Rebeqa Ishoqning qilgan so'zlarini anglab, Asavning ovga chiqib ketgan vaqtidan foydalanib Yaqubga mundaq dedi: "Men baya dadangning akang Asavga sen ovlab kelib, lazzatli tamoq pishirib, menga yeguz. Shuning bilan men o'lishdan ilgari Parvardigor oldida sana xayrli duo qilay" deganligini angladim. "O'g'lim, gapimga quloq solib, mening deganimni qil. Qo'y padisiga berib, semiz o'g'latdan ishkini elib kel. Men uni dadang yaxshi ko'rgan tanda pishiray. Sen akirib yugizsang, u vafot bo'lishdan burun sana xayrli duo qildi" dedi. Lekin Yaqub anisiga: "Sizga ma'lum, Asavning butun badani tukluk, mening tenim bo'lsa tuksiz. Mubodo dadam tenimni tutib qolsa, mening uni oldiganligimni bilib qoladi. O chaqda uning xayrlik duosini elish bu yoqda tursin, aksicha qarg'ishga uchrayman" dedi. Anisi uningga: "Ey o'g'lim, la'nat bo'lsa menga bo'lsin. Mening deganimni qil, o'g'loqlarni elib kel" dedi. Shuning bilan Yaqub o'g'loqlarni ekilib, anisiga topshirdi. Anisi tamoqni dadasi yaxshi ko'rgan tam bilan pishirdi. Andan Asavning uyda saqlagan eng yaxshi kiyimlarini ochib Yaqubga kiydirdi. Uning ikki qo'li va bo'ynining tuksiz joylarini o'shki yung bilan yuvgab, lazzatli tamoq bilan yaqqan nonni uningga tutqizdi.
Yaqub atısının yeniga kirib, "Ata" dedi. "Oğlum, sen qaysı oğlum bolasan?" dedi atası. Yaqub onunğa, "Mən çoğ oğlunuz Əsav. Tapşırıqınızı orundap boldum. Qopun, mən oğlap kelgen oğun göşüge eğiz tegip, andın mağa xeylik duayınızın qılğaysız" dep cavab qaytırdı. "Oğlum, nimaç tez oğlap geldin?" dep so'radi İshaq. "Parvardigarınız bolgan Xuda ta'limni o'ngdan keltirib, mağa yordam qildi" dep javob qaytardi Yaqub. İshaq Yaqubqa, "Oğlum, yenimga kel, tutib ko'ray, sen rostdan Asavmı emasmi?" dedi. Yaqub yeniga bordi. İshaq tutib ko'rib, "Ovozing Yaqubning, quling bo'lsa Asavniki o'xshaydi ekan" dedi. U uning Yaqub ekanligini farq etolmadi, chunki Yaqubning qo'li Asavnikiga o'xshash tuklik turadi. U Yaqubga duo qilgan chog'da yana bir qatim, "Sen rostdan Asavmi?" deb so'radi. "Shundoq" deb javob berdi Yaqub. İshaq uningga, "Go'shtni akal, uni yegandan keyin sana duo qilay" dedi. Yaqub go'shtni elib kirdi va uningga sharab tutdi. İshaq yeb ichib bo'lgandan keyin, "O'g'lim, oldimga kelib meni so'y" dedi. Yaqub aldığı berip söyledi. İshaq Yaqubның kiygan kiyimlarining puruqini purgandan keyin so'ziga ishinib uningga xayrlik duosini qildi. "O'g'limning tenidagi xushpurak dal Parvardigorim barakat bergan tuproqning puruqiga o'xshaydi ekan. Xudo osmondan sana xosiyat yomg'ir yog'dirib tuproqingni munbat qilg'ay. U sana mo'l ochliq tuluk esil sharoblarni taqdim qilg'ay. Başqa əllərmü xizmətingdə bolğay. Xalqlar sana tizlanıb hörmət bildirgəy. Qarindaşlarınğa hakim bolğaysan. Ananın avladları sana egilgəy. Sana lənət oqıganlarga lənət yaqqay. Sana bəxt dilgənlər bəxt tapqay." Yaqub İshaqның duasını elib chiqib turishigala aksi Asav ovdan qaytib keldi. Asavmı go'shtni lazzatli pishirib atasının aldığı elib kirib, "Ata, qopun, mən ovlab kelgan ov go'shiga eğiz tegib, manga xayrlik duoyingizni qiling" dedi. "Sen kim bo'lasan?" deb so'radi Ishaq. "Cho'ng o'g'lingiz Asav bo'laman" deb javob berdi Asav. Ishaqning butun a'zosini titrak bosdi va uningdan so'radi, "Undaqda hozir manga ov go'shini elib kelgan kim? Sen kelishdan burun men uni yeb, uning xayrlik duo qilgan edim. Bu baxit mangu uningga mansub bo'lib ketdi." Bu gapni anglagan Asav intayini echinib, ün selib yig'lab turib, "Ata, manga xayrlik duo qilgaysiz" dedi. "Ening kirib meni aldab sening baxtingga o'ltiribdi" dedi Ishaq. Asav, bu uning meni ikkinchi qatim aldishi, uning Yaqub deb atalishi ajablanarli emas ekan. U mening tunji o'g'illik miros huquqimni tortib olgan edi. Endi menga mansub bo'lgan xayrlik duonimi tortib olibdi. "Ata, men uchun xayrlik duoyingiz qolmadimi?" dedi. Ishaq mundaq javob berdi. "Men uni sana xo'jayin qilib uning butun qarindoshlarini uning xizmatida bo'ldigan qilib Men yana uningga ochliq to'lik esil sharoblarni beg'ishladim. Ey o'g'lim, endi men sana yana nimani beraman?" Asav atasiga yana yalvardi. "Ata, sizning faqat bir xayrlik duoyingiz bormi? Menga xayrlik duo qilgaysiz" deb ünselib yig'lab ketdi. Ondan Ishaq mundaq dedi. "Munbat tuproqdan nesibang yo'qdir. Xosiyat yomg'ir sana yog'maydi. Sen qilishga taynib yashaysan, eningning xizmatida bo'lasan. Lekin sen uningga qarshi chiqqaningda, uning bo'yinturqidan qutulasan." Asav Yaqubga qarta ko'ngliga o'shmanlik pukdi. Chunki atasi xayrlik duosini Yaqubga qilgan edi. U ichida atam olamdan o'tishga oz qoldi. O'limni uzib etibla Yaqubni o'ldirib etaman deb o'yladi. Rebeqa başqalardan Asavning planini anglab qilib Yaqubni chaqirtib, "Gapimga quloq sol. Akang Asav seni o'ldirib dardin chiqarmoqchi. Ey o'g'lim, sen mening deganimni qil. Darhol Haran rayoniga, akam Labanning yeniga qochib ket. Akang Asavning ochiq yong'icha shu yerda tur. U sening qilganlaringni unutib qolganda, men odam avatib seni qaytarib kelaman. Nima uchun bir kunning ichida erishganlardan ayrilib qolodayman" dedi. Rebeqa Ishaqqa, "Men Asavning imonsiz xitlardan olgan shu ikki ayoldan tuyib ketdim. Agar Yaqubmu xitlardan qiz olsa, uningdan o'lgunim yaxshi" dedi. Xush qarindoshlar, endi biz 26 olamning yaratilishi 27-chi mazmuniga qarab chiqaylik. Bugungi mazmun qarasak, bu naytilgi turmushimiz va atrofimizga nayt bir yaqin bir hikoyalar, mazmunlar ko'ralaymiz. Ya'ni insonlar o'zining baxt deb qaragan, ya'ni o'zining baxt qarashi
özün bəxtlik, yəni özün mən bəxtli oluşunu xalayman deydiganlar, yəni özünün şu bəxt qaraşı, bəxt ölçümü boyunca şu bəxtni izləb, şu bəxt istiki bilan, şu bəxtni erişiş üçün özünün, yəni şu özü bəxt deb qaragan, öz ölçəm qoygan şu bəxtə erişiş üçün hər xil vasitə, hər xil usullar bilan, özünün hər xil tirişçanlıqları bilan, bəziləri var yaxşı halətdə, nəhayət bir tirişçanlıq bilan öyrənib, şu arzu istikiga, şu nimasi yetiş üçün yaxşı yollar bilan, yəni Xudoning yetaklagan yo'llari bilan, yaxshi ishlar bilan o'zi tirishib, Xudoning irodasi bo'yicha tirishib, o'zini atrofli holatda, mayli bilim jihatdan bo'lsin, mayli qobiliyat jihatdan, mayli yo'nal jihatdan bo'lsin, atrofliq o'zini yetildirishga tirishib turib, shu umid, shu arzu, shu istakka mangish, ya'ni shu o'zi o'lchamgan shu baxtga erishishni xohlaydiganlar bor. Yana ba'zilar bo'lsa, o'zi xohlagan, o'zi istak qilgan, o'zi o'lcham qo'ygan shu baxt tuyg'usi, baxtga erishish uchun vosita tanlamasdan, ahvol tanlamasdan, yo'l tanlamasdan, o'zi xohlagan, o'zining plani bo'yicha, o'zining usuli bo'yicha, atrofidagi har qanday bir odamning qanday bo'lishidan yoki odamga qanday ziyon zahmat yoki qanday xafalik keltirishdan qat'iy nazar o'zining shu baxt degan o'lchamiga, o'zi baxt degan shu nimasiga istikiga erishish uchun nurg'un ishlar bilan, nurg'un yo'llar bilan mengib oxirida qanday bo'ldi Allohlarning o'zimizga bilimiz degan o'xshash. Ana shunday qanday bir odamning istiki, odamning qo'ygan o'lchami baribir so'zga bo'lgan baxt bo'lsin, xushallik degan bo'lsin, har bir so'z, har bir iboraga, ya'ni har bir nimaga qo'ygan o'lcham, talqi, ularni uqum, ular bo'lgan tushunchisi degan narsalar, ular bo'lgan tushunchisi, ular bo'lgan qo'ygan o'lchami bir odamning o'shalarga yetish uchun, o'shalarga erishish uchun qilgan nimasiga ham ta'sir ko'rsatadi, qo'llangan usullariga, mangan qadamlariga ham ta'sir ko'rsatadi desam bo'ldi. Tushunchingiz, ya'ni sizning o'y fikringiz, sizning ideologiyangiz, ideyangiz sizning harakatingizga, hayotlik yo'lingizga oid ko'p ta'sir qildi degan qisqasi shunday yo'l, shunday mazmun. Demoqchi bo'lganim shu, bugungi mazmunda ham biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni Isoq birinchi mazmun, ya'ni 27-bob birinchi oyat qaraydigan bo'lsak, Isoq qiyirib ketganligini, Isoqning qiyirib ketganligini, ko'zimni ko'masi ahvolini, ya'ni Isoqning hozirgi ahvolini deb turib, Isoqning shu xayrlik duosidan chiqqan ishlarda bunda Isoq o'zi qiyirib ketgan bo'lganligi uchun Xudo ato qilgan shu biz bir izchil da'vatimiz, ya'ni Ibrohimga hamda Isoqqa, hamda Isoqdan Yaqub qolindi deb oldin qatim azroq deb o'tgan. Shunga o'xshash Xudoning shu va'dasi, ahdisiga bog'liq bo'lgan shu baxtni Isoq ana shu e'tiqodi bilan, ya'ni Xudoga bo'lgan birdan-bir yaratquchi bo'lgan, haqiqiy Xudoga bo'lgan e'tiqodi bilan ana shu Xudoning baxtligini, ya'ni Xudoga bo'lgan shu e'tiqodini, shu e'tiqodi bilan qilgan shu baxt duosini hamda o'zining farzandlariga qoldirish oldidagi bir ahvol desam bo'ldi. Endi farzandlariga desak, asli bir buning qo'shkezagan Yaqub bilan Isoq deb ikki farzandi bordi. Endi Isoq bo'lsa oldin qatim bobni ko'rib o'tganimizda, Isoq bo'lsa Asavni yaxshi ko'radigan, endi ayol Rebeqa bo'lsa Yaqubni yaxshi ko'radigan shunaqa bir ahvollar borligini ko'rgan. Endi shu bugungi mazmunning tub yildizi, ya'ni o't beltisi Xudoning baxtini, ya'ni Xudoning baxti ato qilgan shu baxt barakatini Isoq o'zining xayrlik duosi bilan ato qilmoqchi bo'lgan, farzandiga ato qilmoqchi bo'lgan shu xayrlik duosiga tutashgan bir mazmun, asosiy tema shu duo, xayrlik duoga markazlashadi. Endi biz buni xayrlik duoni, ya'ni Xudoning bu baxt barakatini biz nima bilan ko'rishimiz kerak degan vaqtimizda, Xudo bu bolalar, ya'ni Isoqning bolalari, ya'ni Yaqub bilan Asa tug'ilishdan burun Rebaqaning qursig'idagi homila vaqtida Xudoning oldingi bishoratiga bog'lab turib biz ko'rishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni bu bishorat 25-bobda chiqqan-ku. Ya'ni Rebaqa qursig'ida, ya'ni ikkisini qattiq chilishayotgan vaqtida Rebaqa men nima bo'lgani degan vaqtida Xudo dedi,
desen qursağında ikki xalaq chiqidi, tug'ilib ayrim bo'ldi, yana biridan kuchlik bo'ldi, ya'ni cho'ngi kichik xizmat qildi deb turib, cho'ngini kichik xizmat qildirayotgan. Ya'ni cho'ngi deganimiz Aso edi. Asoni Yaqubga xizmat qildirayotgan. Ya'ni Xudoning tanlig'ini Yaqub deb turib biz oldin qatim mazmunimizdan 25-bob mazmun qarasanglar bizni aytdi iniq degan shu vaqtida biz Yaqubni Xudoning tanlaganligini, ya'ni Xudoning Ibrohimga bergan ahdisining Isoqqa ulanib, endi Isoqdan Yaqubga ulanganligini biz oldin qatimlar bir qatim ko'rib chiqqan. Shuni o'xshash mushuni o'lcham qilib turib bugungi mazmunni ko'rishimizga to'g'ri keldi. Mushuning bo'yicha qaragan vaqtimizda bugungi mazmunda endi beshidilam shunga bu mazmunning, ya'ni bu o'tbiltisbon xayli duoning mushu mazmun bugungi mazmunning kelib chiqishining asos sababining nima ekanligiga qarata sahning qerib ko'z ko'rmas bo'lib qolganligini da'vatidi. Bizga oldin ala tushuntirib qo'yatdi. Isoq qerib ketdi degan bilan biz oldingi boblar orqali Isoq 40 yoshda o'ylanib, 60 yoshda Yaqub bilan Isoq Asoga ota bo'lganligini ko'rgan. Endi bu hozirgi holatda bu Yaqub bilan Asoning bek cho'ng vaqti emas, ya'ni o'ylanib bala o'chaqlar, ya'ni bala ko'rib nima bo'lgan cho'ng bo'lib ketgan vaqtim emas. Bu orqali biz Isoqning tag'i biz 100 yoshqami 100 yosh atrofida 100 yosh kirmaganligini biz ham shunday bir tasavvur qila olamiz. Biz Ibrohimni qaraydigan bo'lsak, Ibrohim toki hayotining oxiriga qadar biz oldin Ibrohimning oxirgi hayoti deb turib xulasagan vaqtimizda Ibrohim toki o'zining oxirgi hayotiga qadar Xudoning va'dasiga, irodasiga o'zining e'tiqodi bilan bog'lab turib, e'tiqodini Xudoning va'dasiga qo'yib turib, toki eng oxiriga qadar shu e'tiqodi bo'yicha yashab turib, e'tiqodi bilan qilgan ishlarini ko'rgan edik. Lekin Isoq bo'lsa, Ibrohim bilan o'xshamagan holatda Isoq qerib ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi degan gap. Bu ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi degan gap bu faqat fiziologik jihatdan ko'zi ko'rmay oldidagi ham narsani ko'ramaydigan bular emas. Biz endi mazmun qarasak ko'zi ko'rmaganligi uchun bolalarni ko'ramaydigan, oldidagi narsani ko'ramaydigan, ko'zi ko'rish quvvatidan ayrilgan deb ko'rsakmi, biz buni yana bir ko'ra oladiganimiz nima desa, bu farq etish qobiliyatidan, ya'ni farq etish qobiliyati yo'q holat deganligini ko'ra olamiz. Ya'ni bu farq etish qobiliyati deganimiz biz muqaddas kitobning ko'zi bilan qaragan vaqtimizda ko'zlari ko'rmas bo'lish degan gap, ko'zlari ko'rmas, gaz-qachi bo'lish degan gap bu Xudoning so'zini anqiranmas bo'lib qolganlik. Ya'ni qalbining tutilib, Xudoning so'zidan kelgan shu aql farosatdan, Xudoning so'zidan kelgan donolikdan ayrilib qolganlikni bu yerda ko'z tutadi. Masalan, biz pandi nasihatlar qaraydigan bo'lsak, donolik deganni yig'inchoqlarida Xudodan qo'rqib, Xudodan ayminib, Xudodan kelgan, Xudoning so'zidan kelgan shu farq etish qobiliyatini, donolikligini tushuntirib berdi. Ham yangi ahd bilan qaraganimizmi, barliq aql farosat, ya'ni bilimning boshlashini Iso Masih deb oladi. Koloslarga qarasanglar, barliq bilimning, barliq aql farosatning boshlanishi Iso Masih, ya'ni aql farosat Iso Masih degan o'xshash. Shunga o'xshash hamda donolik bo'lsin, farq etish qobiliyati bo'lsin, anqarash qobiliyati bo'lsin, bir narsalarni hukm qilish bo'lsin, qobiliyati bo'lsin, shularning hammasi nimadan keladi desak, Xudoning so'zidan keladi. Xudoning so'zining bizni yo'ritishidan keladi emasmi? Bizning yaxshi pandi nasihatlar qaraydigan bo'lsakmi, insonning qalbida plan ko'pdir, ammo uning to'g'ri yo'ldan talishi Xudoning iltifotidir degan o'xshash mazmunlar bor. Shunga o'xshash bizning hayotimizda, har bir ishlarimizda biz haqiqiy durustlik bilan Xudoning irodasi bilan shu yo'llarni, shu ishlarni Xudoning irodasi bilan Xudo haqqani deb qaragan yo'llarni mingalishimiz Xudoning iltifoti bilan, ya'ni Xudoning so'zi, Xudoning qalbimizni yo'ritishidan kelganligini biz bu yerda bilalaymiz. Shuningdek bu Isoqning qerib ko'zi ko'rmas bo'lib qolgani bo'lsa, albatta birinchidan o'zining fiziologik jihatda ko'zining aql ko'rish quvvatini yo'qotib, ya'ni oldidagi narsalarni ko'ramaydiganligini, yana birisi bo'lsa, farq etish qobiliyatini, ya'ni Xudodan kelgan, Xudoning irodasidan kelgan, Xudoning so'zidan kelgan farq etish qobiliyatini yo'qotganligini biz ko'ra olamiz. Buning ham isbot sifatida biz mazmun qaraydigan bo'lsakmi, bu yerda biz bayam dedik, bu mazmunni biz Xudoning bishorati bilan ko'ramiz. O'xshash Xudo burun Isoq bilan Rabaqaga bularning tug'ilmasdan, farzandlar tug'ilmasdan Yaqubni tanlaganlar bular degan emasmi? Biz ayni vaqt shu vaqtlar qaraydigan bo'lsak, Isoqning bir e'tiqodi bilan, duosi bilan, ya'ni Xudoga tayinib turib, ya'ni ayol
hali farzand ko'rmagan, farzand homildor bo'lmagan vaqtlarda 20 yil duo bilan Xudoga tayinib, Xudoning baxtda taqilishini saqlab turib, Xudoga tayinib turib farzand ko'rganligini biz ko'rgan. Endi bu yerga kelgan vaqtimiz bo'lsa, bu İsahning bo'lsa, ya'ni ko'zining ko'masi bo'lib, aldida katta İsahni o'zi yaxshi ko'rgan bolasi, ya'ni Xudoning so'zi u yerda tursin, Xudo oldin bergan bishoratini tashlab qo'yib turib, o'zi xohish bilan o'zi yaxshi ko'rgan farzandi. Ya'ni degan emas, oldingi bobda İsah bo'lsa, u nima Asa ovlab kelgan go'shtlarni yeyishni yaxshi ko'radi deb turib. Shunga o'xshash İsaq bu yerda o'zi İsaq bo'lsa, Asa ovlab kelgan go'shtlarni yaxshi ko'radi deganlik nima desa, bu İsaqning o'zining bir tabiatida, ya'ni o'zining bir havisining arzu-havisi, ya'ni Xudoning irodasi bilan kelgan emas, balki o'ziga xos, yer yuziga xos bo'lgan, yer yuzida har bir inson har bir insonning bir ojizligi bor. Ba'zilar bor, nom shuhrat asan teyilib ketadi. Nom shuhrat obro'yini qo'g'lishib yurib asan teyiladiganlar bor. Ba'zilar bor pul, shunday narsalarni pulni qo'g'lishib turib asan teyilib ketadiganlar bor. Ba'zilar bor yot jinsliklar, o erlar bo'lsa qizlar orqali teyilib asanlam ezib ketadiganlar bor. Qizlar shu er kishilarni yaxshi tanlamay, nima deymiz, o'zining istiki bo'yicha odam alay qarab turib, shu hukm qilib turib, yaxshi bo'lmagan, o'ziga mos kelmagan odamlarni tanlaydiganlarmi bor. Shunga o'xshash hamda nima demoqchi desa, har bir odamning ojizligi, eng ojiz hisoblanan shu ojizligiga o'xshamaydi desak, ham İsaq bo'lsa, bu yerda İsaq bo'lsa, Asavni yaxshi ko'rishga sababimiz chunki u o'lab kelgan go'shtlarni yaxshi ko'radi deb bir qursuq hamroq, o'zining bir ayrim bir arzu, havisi, havoyi havisi borligini biz oldin qatim qisqacha deb o'tgan. Shunga o'xshash endi bu İsaqmi izchil, ana shu o'zi yaxshi ko'rgan, izchil bir taraf, ya'ni İsaq bo'lsa, izchil taraf turg'ini bo'lsa, Asa bo'lgan emasmi? Shunga o'xshash İsaq qeyrib, o'lishi oldida bo'lsa, Asaga baxt tilamoqchi bo'lgan, xayli duosini Asaga qilmoqchi bo'lgan shunday niyatining borligini biz 27-bob Asa qilgan, ya'ni 2-3 oyatlarda biz buni ko'ra olamiz. Demak, bu İsaqmi qeyrib, ya'ni ko'zi ko'rmas bo'lgan farq etish qobiliyati, ya'ni Xudoning irodasidan, Xudoning so'zidan kelgan shu farq etish qobiliyatini yo'qotib turib, o'zining arzuyi, havisi, o'zining istiki, xohishi bo'yicha qilmoqchi bo'lgan, Xudoga tayinib emas, o'z istiki, o'z xohishi bo'yicha xayrli duoni qilmoqchi bo'lgan, shunday bir qilmoqchi bo'lgan plani, niyatini biz shu oldingi boblar orqali, ya'ni shu 27-bob oldingi oyatlar, ya'ni 4-oyatlargacha, 1-oyatdan 4-oyatlargacha bo'lgan mazmunlardan biz shuni ko'ra olamiz. Endi bu İsaq jamiyani 180 yil umr ko'rdi. Buni biz keyin 35-bobga kelgan vaqtimizda ko'ra olamiz. Ya'ni İsaq mushtabda, ya'ni ya'ni umrining ko'p qismini shunaqa, ya'ni ko'zi ko'rmas holatda shunaqa o'tkazganligini biz ya'ni ko'ra olamiz. Shuning uchun bizmi bu bizni qattiq bir o'ylantiradigan bir mazmun. E'tiqodimizni har kun bizni o'zimizning qalbimizdagi narsalarni biz tekshirib, qalbimizda o'zining arzu havasimiz, o'zimizning arzu havasimiz, o'zimiz xos arzu havasini yashayotganda yoki dunyoga xos bo'lgan, dunyoning odamlarining shu iqimiga xos bo'lgan narsa yashayotganda yoki Xudoning so'zi, Xudoning bizga ko'rsatgan, bizga yetaklagan yo'llari bo'yicha mangadigan, Xudo ato qilgan, Xudoning irodasiga bog'langan shunaqa umid va arzular yashayotganda biz doim kun-kun o'zimizni tekshirib yurmasak, bizmi o'zimizmi qachon bir kunlarda o'zimiz xohlagan yo'llarda menish orqali Xudodan yiroqlab ketganligimizni bilmay, oxirida Xudoning so'zidan farqida emas bo'lib qolishimizdan biz easy bo'lishimizning, o'shar turishimizning nihoyat muhimligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin bu mazmunda endi Ribaqaning bir nimasini ko'ra olamiz. Ribaqamu oldingi biz obayam deganimiz bo'yicha qursodagi vaqtida, ya'ni ikki bolasi qursod vaqtida so'qishgan vaqtida Xudodan so'ragan vaqtida Xudo Alloh bir Ribaqaga ham shu bu bishoratni degan, bu bishoratni Ribaqami o'zi xabari bor. Lekin bu biz Ribaqaning bu yerda bir nimasini ko'rsak, endi Ribaqa garchi Xudoning marhamati bilan, ya'ni ularning duosini ijobat qilib marhamati bilan farzand ko'rgan bilan, Xudodan shunday bir farzandga erishgan bilan, ham shundaylar Xudodan bu farzandlarga oid bo'lgan Xudoning bishoratini, so'zini oldin anglagan
Xudoning va'da qilgan so'ziga erishgan farzandlariga nisbatan shunday bir irodasini, Xudoning so'zini erishgan bo'lsa-mu, lekin Rebaqami ona bo'lish sifati bilan hamda Xudoning shu so'zini esida saqlab turib, Xudoning so'zi bo'yicha, irodasi bo'yicha farzandlariga baxt ato qilib, bunday muomala qilmasdan ikkisi hamda bularga nima deymiz buni? Tanlab bilib birisi kichigini, birisi cho'ngini, ya'ni o'ziga xos, o'ziga yaqinni yaxshi ko'rib, o'rtaq muomala qilmay ashuna qilganliklarini biz ko'ra olamiz hamda farzandlariga o'xshash muomala qilmoqlikdan. Hamda lekin bu yerda hamda Rebaqaning eng muhim bir nima ko'ra olamiz desak, Xudoning so'zi va irodasiga tayanmasdan balki o'zining usuli bo'yicha, ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan Yaqubga otasining shu, ya'ni Isoqning qayli duosini elib berish uchun Yaqubni o'zining qilgan shu xayrli duo, ya'ni baxt barakatga erishtirish uchun Rebaqami vosita va usul tanlamasdan ilm ekinlik bilan, ya'ni aldamchilik yo'li bilan qarasak biz nima deymiz, bu Isoqniki ko'masligidan foydalanib, ham Isoqning nimani yaxshi ko'rganligini bildi emas, qanday ta'mni yaxshi ko'rganligini bildi. Shuning uchun Rebaqa deydi, sen agar sen meni otang yaxshi ko'rgan ta'mni pishirib qilib bermading o'sha. Shunda otasining yaxshi ko'rgan narsalarini shu maqsadga erishish uchun Isoqni bildi emasmi Rebaqa? Shu bildigan, shu o'zi tuniydigan shu bo'yicha shu fursatdan foydalanib, o'zi shu aldamchilik, ya'ni o'zining shu ilm ekinlar bilan Yaqubni hatto shu qo'llariga tuklik qilman deb turib, o'shkining tuklarini qilib yo'gab turib, hatto Esavning kiyimlarini kiygizib turib, Yaqubni shu xayrli duoga, ya'ni baxt, o'zi yaxshi ko'rgan bolasini shu baxt erishtirish uchun vosita tanlamasdan, usul tanlamasdan o'zining bir umrlik yo'ldishini ham aldab yurib, ilmiy kelib bilan aldab o'zining bolasini shu baxtga erishtirish uchun hech qanday vosita, usul tanlamasdan qilgan bir ishini ko'ra olamiz. Hem şunala muşu bunun bilen ahırsıda Esau deydi. İsaq baxtil hayli duasını qilib bo'lgandan keyin Esau kelib echinib yig'ilgandan keyin Esau deydi emasmi? Men onu o'ltiribman degan vaqtida shuni anglagandan keyin Rebaqa hatto hamda bu Esauning Yaqubni o'ltirib qo'rqib, Esauni o'zining yurtiga akisining uyiga yo'lga sanmoqchi bo'lganligini ham sanmoqchi bo'lgan planni ham biz ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, Rebaqa mana 27-bobdan keyin Rebaqaning qayta chiqmaydi mazmunda. Bu yerda nimani ko'ra olamiz desak, Rebaqa mana shu o'zini, ya'ni mana shu o'zi yaxshi ko'rgan farzandi, ya'ni o'zining farzandining otasining xayrli duosini erishish uchun vosita usul tanlamasdan otasini aldab bir noto'g'ri bo'lgan yo'llar bilan bu baxt duosiga erishmoqchi bo'lish uchun qo'llangan vosita usullar bilan shunday qilgan bo'lsa-mu, bilan o'zi yaxshi ko'rgan bolasini oxirsida 28-bobda akasining uyiga yo'l solgandan keyin Rebaqa bir umr bu farzandini qayta ko'rolmaydi desam bo'lam. Yaqubni qayta ko'ramaydi, o'zi yaxshi ko'rgan farzandini qayta ko'rolmaydi. Ya'ni bir hijron azobi ichida Rebaqa o'zining hayotini o'tkazganligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek, hamda demakchi nima desa, biz garchi dunyoda qilgan odamlar qilgan ishlarining, har bir qilgan ilm ekinlarining javobi yo'qdek, so'riq yo'qdek bilinishi mumkin. Lekin undaq emas. Xudo har bir qilgan ishlarimiz, har bir qilgan yomonliklarimiz bo'lsin, yomon o'y fikr niyatlar bo'lsin, har bir qilgan ishlarimizning badalini biz hayotimizda o'taymiz. Bunu biz nihoyatda shu ko'natdan ko'ramizsak, hammasini ko'ra olamiz. Mayli Yaqub bo'lsin, mayli Ibrohim bo'lsin, hatto Ibrohimmi badalini o'tdi. Ajardan olganimiz biz bu jihatda inchi ko'rmadik. Ajar orqali bu badalini o'tdi. Yaqubmi oxirida badalini o'taydi. Hatto Davud podshohim, Davud payg'ambarimiz o'zining xatoliklarining, gunohlarining badalini o'tganliklarini biz oxirida ko'rib o'talaymiz. Ya'ni nima demoqchi desa, biz har bir odam o'zining qilgan gunohlari, xato mangan yo'llari bo'lsin, har bir qilgan shu ishlarining badalini, ya'ni o'taydi. Hammasının azabını olsun, badalini olsun, hammasının o'taydiganligini, har bir qilgan gunohning badali borligini biz o'taydi o'zimizning hayotimizda
biz öteydiganligimizni biz ko'ra olamiz. Endi Yaqubmu qarsak aldingi babda fursat paras, o'zining maqsadi uchun vosita tanlamaydi deb turib aldingi babda ko'rgan. Davomli biz qarsak Yaqub anisini tatgandek qildi, Rebaqaning qilgan ishlari qarsak Yaqubga o'xshash, Rebaqaga o'xshash turdi. Anisining planlaridan garchi Yaqub deydimizmi, xeyli duo tugul men nima qag'ishga uchrab qolmay degan vaqt, qag'ishga uchrab qolmay deb 12-oyat shuna degan vaqtida keyin nimasidan qaraganda endi garchi landik qilishdan qo'rqqan bo'lsa ham onasi bilan til biriktirib otasini aldab hatto Yaqubning Xudoning nomini setib turib otasini aldaganlarni ko'ra olamiz. Biz 27-bab 20-oyat qaraymiz. Asav deydi-da, o'g'lim nimachi tez o'lab kelding desa, Yaqub bunday javob berdi-da, Parvardigoringiz bilan Xudo ta'limni o'ngdan keltirib menga yordam qildi deb turib, Xudoning nomini setib turib otasi Ishoqni aldıganlığını biz ko'ra olamiz. Yani Xudoning nomini satganligini. Parvardigoringiz Xudo ta'limni o'ngdan qilib yo'limni ochiq qildi deb turib. Bu yerda bular bo'lsa Xudo yo'lini ochiq qilgan emas, balki bular aldamchilik yelimikiri bilan ishlatgan yo'lni demasdan, balki Parvardigoringiz deb turib, ya'ni Xudoning nomini setib, nomini aldab turib, otasi Ishoqni aldaganligini biz ko'ra olamiz. Yani fursatparastlik qilib turib, akasining o'rniga o'ltirib olganligini biz deymiz, Yaqub deganning ma'nosini tortib olg'uchi, egallab olg'uchi, aldamchi degan o'sha ma'nolar bor degan emasmi? Shunga ismi jismiga loyiq Asavmi deydi. Bu meni ikkinchi qatimni aldishi, 36-oyatda bu meni ikkinchi qatim aldishi, uning Yaqub deb atalishi ajablanarli emas ekan degan, ya'ni o'rni egallab olishi, aldash degan o'sha mazmunlar Yaqubning ismining ma'nosi, ismi jismiga loyiq Yaqubga deb turib Yaqubning mushnaqning qolgan ko'ra olamiz. Bu Yaqubning hayoti oxirgi mazmunlarda, endi bundan keyingi mazmunlar davomli chiqadi. Oxirda keyin Yaqubning ma'nosini Xudo o'zi, ya'ni mush aldamchi, hiylagar, mushnaqa egallag'uchi degan mush Yaqubni Xudo o'zi Isroilga o'zgartirdi emasmi ismini? Xudo buni yetaklab, buni o'zgartirib, buni tavlab, sinoqlar, hayotning har xil sinoqlar orqali Yaqubni tavlab turib o'zgartgan mazmunlarni oxirida biz davomli birdan ko'rib o'tamiz. Oxirida hamda Yaqubni bo'lsa, Yaqubning nomini Xudo bu e'tiqod boshlanib, endi Xudoga bo'lgan ayminish boshlangan vaqtida Xudo buning ismini Isroilga o'zgartganligini biz ko'ra olamiz. Endi bu Yaqubning hayoti hozir hamda Xudo bilan uchrashishdan burun, hamda e'tiqodchilik hayotdan boshlashdan burun hayotining mushundoq bir Yaqubning xarakterini biz bu yerda ko'ra olamiz. Biz ko'rgan bo'lsak, hamda O'shaya payg'ambarning 12-bob 2-oyat qaraymiz. O'shaya payg'ambar yozgan qismida 12-bobda bu Yaqubga oid bir Yaqubning mushundoq qilgan qiliqlari, mushundoq ish izlarining keyin qanday badalini o'tganligiga oid mazmun bor. Endi bizmi bu Yaqubning mushu ilgarlik, mushu qilganlarining hatto keyin farzandlar orqali, 12 farzandlar orqali o'ziga qanday yangiliklar, o'ziga qanday badal o'tganliklarini biz ham oldingi mazmun, ya'ni oldimizda ko'rib o'tgan mazmunlarni ko'ra olamiz. Endi bu O'shaya payg'ambar qismi 12-bob 2-oyatda, ya'ni deydi mushu Yaqubga oid mazmun bor. Ya'ni Parvardigorning Yahuda bilan bir da'vasi bor. U Yaqubni yo'llari bo'yicha jazolaydi. Ya'ni o'z mangan yo'llari bo'yicha jazolaydi. Uning qilmishlarini o'z ustiga qaytardi. U balyatga turib, aksini tapandan tutib olgan, u o'z kuchi bilan Xudo bilan elishgan deb turib, endi Yaqubning Xudoni tunishdan burungi ishlari mashina bo'lsa, endi oxirgi mazmunlarga qarasak, uni Xudo bilan e'tiqodi bilan uchrashgandan keyin qanday o'zgarganligiga, Xudoning qanday mehr shafqatiga erishganligiga oid mazmunlarmi bor. Shunga biz endi Yaqubning e'tiqodchilik yo'lida qanday qilib Xudoning uni yangi hayoti bilan, yangi xarakteri bilan, yangicha bir hayotga, ya'ni o'ziga asta uning xarakteri, mijoz xarakterlarini Xudoning yo'lida, haqiqat yo'lida qanday o'zgartganligiga oid mazmunlarni biz bundan keyingi mazmunlar orqali ko'rib o'ta olamiz. Endi mushu mazmunlar orqali biz bayam degan boshlanishdan burun Yaqub bilan Asavning ustida biz ko'rishgan buni o'lcham nima qo'yib turib qilamiz desak, Xudoning bergan bishart orqali deb turib 25-bob, ya'ni bular hamil tug'ilmasdan burunlam Xudoning bular ustida qilgan bishart orqali ko'ramiz edik. Biz qaraydigan garchi Ishoqmi o'zining farq etish qobiliyatini yo'qotib turib, Xudoning so'zi irodasiga tayanmay o'zining xohish istiga bo'yicha xeyli duo qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Rebaqqa bo'lsa-mu o'zining bu Xudoning so'zini
qilmay turib, o'zining usuli, o'zining ilmiy yo'llari bilan o'zi yaxshi ko'rgan farzandiga xeyli duoni elib berish uchun butun vositalanmasini qilgan ishlari bo'lgan bo'lsa-mu, Yaqubmi garchi shu Xudo, ya'ni otasining başta bo'lsa mirosxo'rligini, ya'ni oilasining mirosxo'rligiga erish uchun qilgan usulini ko'rgan bo'lsak, bu qatam hamda otasining xeyli duosiga erish uchun onasi bilan qanday til biriktirganligini biz ko'rgan edik. Hamda lekin garchi bularning qilgan ishlari, insonning qilgan ishlari shunday bo'lsa-mu, lekin Xudoning irodasi, ya'ni Xudoning irodasini, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini, insonning qilgan har bir ishlari Xudoning irodasiga to'salg'i bo'la olmaydi. Ya'ni Xudo insonlarning qilgan ishlarini qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'zining irodasi bo'yicha, o'zi tanlaganlarning ustida o'zining irodasi bo'yicha ularning ishlarini yaxshilik aylantirganligini biz ko'ra olamiz. Buningga oid, ya'ni Yusufmi shuna deydi. Yusufmi biz keyin alamni yaratilish oxirgi bablar qarawatimizda Yusufmu akillariga garchi sizlar meni setayotgan bo'lsanglar, ammo sizlarning qilgan bu yomonliginglarni Xudo yaxshilik aylantirib meni shunday ekanli deb turib Yusufning qilgan so'zlari bor. Shunga o'xshash, garchi bular bu Isoq bo'lsin, Yaqub bo'lsin, Rebeqa bo'lsin, o'zining usullari, o'zining ilmiy o'zining xohishlari bilan qilgan ishlar bo'lsin, lekin Xudo izchil holatda o'zining irodasi bo'yicha bu ishlarni o'zining irodasi, o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari ustida bu ishlarni, ya'ni iziga tushirganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning asli mutallig'ini Yaqub edi emasmi? Shuning uchun hamda Xudoning bo'lsa oxirsida hamda o'zi oldin va'da qilgani, o'zi oldin tanlagan tanlash irodasi bo'yicha, ya'ni Yaqub ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi bor emasmi? Shuning uchun barliq ishlarni Xudoning asosida qanday qilib Yaqubning ustida o'zining irodasi bo'yicha bu ishlarni iziga keltirganligini biz yana oxirsida Yaqubning mazmunini ko'rish orqali biz ko'ra olamiz. Ya'ni bular orqali nima ko'ra olamiz? Xudoning va'dasi, Xudoning irodasi, Xudo amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar oldida insoniyat dunyosidagi barliq qoida prinsiplar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, dunyoning qarashlari, dunyoning usullari yoki insonlarning istak planlari bo'lsin, insonlar qanday ishlarni, qanday planlarni qilib, qanday bir cho'ng ishlarni qilib uchun planlagan bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, insonlardan, dunyodan, insoniyat qoida prinsiplardan, barliq madaniyatlardan, barliq yuzlanishlardan, davriy o'zgarish, davriy xarakterlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo o'zining irodasi va va'dasini cho'qim amalga oshirganligini, ya'ni cho'qim amalga oshirib o'zining tanlaganlari ustida, Xudoning o'zining irodasi o'zining tanlaganlari ustida cho'qim amalga oshirgan. Darhaqiqat ularni o'zining tanlaganlari ustida amalga oshirganligini ham shu o'zining irodasi bo'yicha o'zining tanlaganlarini qanday qilib balki bir bosqich, bir qadam yetaklab mangdalig'larni biz shu olamni yaratilish orqali aniq ko'rib o'tamiz. Biz bu orqali nimalar ko'ra olamiz? Buni bir sistematik, bir ilohiyat, bir nimasi bo'yicha uqumi bilan ko'rganimiz, Xudoning xizmati ikki turli bor. Ayrasak, birisi umumiy holat qilgan xizmat, ya'ni bu umumiylik degan vaqtimizda butkul insoniyatga nisbatan o'rtaq bo'lgan, ya'ni Xudo dunyoni yaratgan vaqtida qo'ygan bir qonuniyat, tartiblar bor, insoniyat, ya'ni dunyoning qonuniyati bor, tabiat qonuniyati bor, tabiiy xarakterli qonuniyatlar bor. Shuningga o'xshash shu tabiat qonuniyati bo'yicha o'rtaq, hamma insonga o'rtaq bo'lgan narsa, baholanadigan narsalar bor. Shular bor. Bu narsalar faqat hamma odam o'rtaq holatda qiladigan, bir o'rtaq bo'lgan dunyoning bir nimasi bo'yicha qiladigan umumiy holati bo'lgan umumiy xizmatlar. Yana birisi bo'lsa alohida xizmat deganimiz, Xudo tanlaganlari, ya'ni Xudo alohida tanlaganlari o'zi xalqim deb atadi. Biz qaraymiz alohida xizmat deganimizni, burungi davrlarda bo'lsa Xudo Isroillar ustida alohida amalga oshirgan. Ya'ni alohida Isroilni tanlash orqali Isroillar ustida alohida o'zining payg'ambarlarini evatib, o'zining qonun farmonlarini, o'zining kimligini izchil davomli holatda Isroillar orqali xalqi olamga, boshqalarga yetkazishni qilish uchun Isroillar ustida alohida o'zining xizmatini tanlagan. Shunga o'xshash u bugungi kunda bo'lsa alohida bu Xudoning alohida xizmati bo'lsa, Xudoning tanlaganlari, Xudo farzandim deb ataganlari yangi ahdining xalqi bo'lgan bizlar ustida Xudoning alohida xizmatlarining borlig'ini biz ko'ra olamiz. Bu alohida xizmatlari, ana shunday ma'buning qarayamiz, Yaqubning ustida bir alohida o'zining irodasi bor emasmi? Shunga
o'xshash shu alayda bo'lgan o'zining irodasini xizmatini amalga oshirish uchun oxirsida Yaqubning ustida qanday ishlar qilganligini biz albatta buni keyingi mezmunlarga ko'ra olamiz. Shunga o'xshash Xudo ham biz e'tiqodchilar ustida Xudo o'zi farzandim deb o'ziga tanlab olgan, o'zining farzandim deganlari ustida Ayso Masihga mansub qilib, Ayso Masih orqali o'ziga mansub qilganlar ustida o'zining irodasini har birimiz ustida o'zining amalga oshirmoqchi irodasini cho'qim bizning hayotimizda amalga oshirish uchun bizning hayotimizga har bir qadamlarimizda birdan-birimizning qana yetaklayotgan alayda yetaklayotganliklarini alayda bizning ustimizga qilayotgan ishlarni biz ham ko'ra olamiz. Mana buni biz alayda bir xizmat deb ko'rsak bo'ldi. Bu alayda xizmatda faqat Xudoning tanlaganlari ustida bo'lganligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun biz ham buni nima uchun buni deymiz degan vaqtimiz Isoning baxt tilgan baxti bor emas. Muqarsalqi Yaqubga tilgan vaqtida boshqa allarmi xizmatini bo'lg'ay, xalqlar sangi tizilib hurmat bildirgay degani cho'ngi kichik xizmat qildi degan vaqtida Isomi deydi. Men uni butun qarindoshlarini Yaqub xizmat qildan qilvatdim deydi. Isoq o'zi garchi Yaqubga buni qilishni xohlamagan bo'lsa, lekin Xudo o'zi allaburun, ya'ni 25-bobda Yaqubga shunday bishoratni allaburun Yaqubning ustida bergan emasmi? Ya'ni Yaqubni ustun qilayotgan Xudo o'zi bishoratida. Shunga o'xshash bu bishoratini Isoq o'zi xohlamagan holatda o'zi Yaqubning ustida tilavatdi, xeyli duosi orqali tilavatdi. Shunga o'xshash endi bu Xudoning alayda xizmat, ya'ni alayda bo'lgan o'shna xalqi Yaqubning ustida alayda tanlash, alayda irodasi borligi uchun o'shna alayda xizmatini Yaqubning ustida qilayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Endi yig'incha olsak, bayonda dedik, ya'ni inson Xudoning so'zi va irodasiga beparvo holatda, ya'ni o'zining shaxsiy istiki, xohishi bo'yicha o'zining ko'zlagan planiga yetish uchun usul va vosita tanlamay o'zining qilgan ishlari, ya'ni usul va vosita tanlamay o'zining qilgan ishlari, mangan yo'llarining bo'lsa, oqibatining bo'lsa, ana shunday xalq bir baxtsizlik, ko'ngilsizlik, idoqsizlik bo'lsin yoki qadrli kishilarning ayrilib qolishdek, shuna bir nima bo'lsin bir badalning borligini, bir oqibatning borligini biz ko'ra olamiz. Lekin agar biz Xudoning irodasiga quloq solib, Xudoning irodasini ching tutib, sabr taqatimiz bilan Xudoning va'dasini, irodasini ustimizga amalga oshirishiga bo'lgan ishonchimiz bilan Xudoning shu irodasini ustimizga amalga oshiruvchi bo'lgan bir sabrimiz bilan Xudoni saqlab, Xudoning bizning ustimizda o'zining xizmat qilishini, o'zining yetakligini saqlab turib Xudoga tayinib yashagan vaqtimizda biz har vaqt bizning ishlarimizning nihoyat bir har vaqt biz o'ylaydigan bo'lsak, Xudoga tayinib qolgan ishlarimiz biz keyin o'ylab baqsak, aslab ko'rgan bo'lsak, hammashidan biz shunday bir xursandlik to'lamiz. Xudo bilan birga qilgan ishlarimiz bilan, Xudoning yetaklishi bilan qilgan ishlarimiz bilan biz ishlarimizda har vaqt bir xursandlik to'lib, har vaqt shukrga to'lib, har vaqt Xudoga minnatdorlik qalbimiz bilan, xo'shallik bilan shuna bir ishlarni shuna o'ylab turib, shuna bir minnatdorligimiz bilan shu ishlarni o'ylaydigan holatda shuna hayotimiz va har bir ishlarimizning shu qadar yaxshi bir holatda, hatto yaxshi bir usul, yaxshi bir mevalarni, yaxshi bir natijalarni keltirganligini biz ko'ra olamiz. Shuna o'xshash qisqasi endi biz har bir narsaga biz o'zimizning ideyamizdagi, o'zimizning qarashimizga har bir narsaga bo'lgan o'zimizning hukmni har bir ishlarni, har bir qarashimiz biz oldi bilan Xudoning so'zi bilan yengilab turib, Xudoning so'zi bilan shu hukmni tushunishimiz to'g'ri keladi. Masalan, bu ham Isoqlar Rabaqa bo'lsin, bular bo'lsin, baxtga bo'lgan, xayli duoga bo'lgan, shunday duoga bo'lgan hukmni bular agar yaxshi tushunsa, yoki bo'lmasa baxtga bo'lgan hukmni bular yaxshi tushunsa, Xudoning o'zi tanlagan farzandiga, o'zining va'da qilgan shu baxtliklariga, shu va'dasini cho'qim amalga oshirib, baxtni cho'qim erishtirganligi bo'lgan, bular tushunchisi bo'lgan, tushunchisi aniq bo'lgan bo'lsa, bular bu qadar nima deymiz, Rabaqa bu qadar ilm-kelik yo'llarni qilishning ojizsizligini, Xudoning o'zining o'g'li Yaqubni tanlaganligini bilib, shu yo'l bilan mangan bo'lsa, Xudoning bu o'zining farzandi bo'lgan Yaqubni garchi hozir qanday yashagan bo'lsin, qanday yo'llarda mangayotgan bo'lsin, Xudoning qo'li har vaqt Yaqubni ching tutib, Yaqubning hayotini yetaklaydiganligi bo'lgan ishonch bilan Rabaqa bir umrini balkim Rabaqaning Yaqubning yanida, Yaqub bilan birga o'zi yaxshi ko'rgan farzandi bilan birga o'tkazgan bo'lishi mumkin edi. Lekin mana shunday qilib Xudoni to'g'ri tushunmay, Xudoga tayanmay, Xudoning ato qilmoqchi bo'lganlarga yaxshi qarama, ya'ni tushunmasdan, ularni qo'liga ching saqlamasdan, ularni Xudoning so'ziga intilmasdan shunday yashagan vaqtidagi oqibat bo'lsa, bularning hayotining mana shunday qilib chechilib, ya'ni Yaqub bo'lsa
Harangı ketib, əsa bolsa, qarşı bularga texim açığın 28-ci babda görürüz. Bularning əsa Ribaqaning açığın keltirish uchun nima imonsizliklardan xotun üstüge xotun ağalıqlarını biz görə alayımız. Şunun oxşaş bularning hayatı bir cidal macra, ko'ngilsizlik, ashuna bir hayat içinde yaşaganlıqlarını biz tasavvur qila alayımız. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni uzarab ketmasin. Bugungi mazmunni shunday bir qisqacha shunday ko'rib o'tsak, qolganini o'zinglarmi tafsiliy o'zinglar o'ylab, tafakkur qilib, cho'nqur o'zinglar Xudoning so'zi bo'yicha texmo ko'rib o'tsanglar bo'ldi. Ma'qul qarindoshlar, hammanglarning har kunning Xudoning so'zi va yetaklishi ichida, Xudoning qalbinglarni yo'ritishi bilan, Xudoning yetaklishi bilan, muqaddas ruhdan kelgan aql farosat bilan har bir ishinglarni Xudoga tayinib, Xudo bilan birga o'tkazishinglarni, ham shuninglar qalbinglarning Xudodan kelgan xursandlik, Xudodan kelgan omon-esanlik ichida, shodlik ichida o'tishini tilayman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.